生活，快乐让人变得美。You got me beautiful too. You got me beautiful. You got me beautiful too. You got me beautiful. Çatakçı savaqdaş. Ödip ciddileşip ketiyatım ana. 95 numar. Hemiz 95 numar. Tavba. Bundaq numar aldığını vururaq bilgen bolsam tekrar qilmasken ben. İmtihanda qalğancha bir nimlarni yezib qo'ysa bo'lar ekan mana hajab yaxshi bo'ldi. Xabar nima? Qo'lingni ko'tar. Qurollarni topshirsang o'ltirmaymiz. Yo'q, ko'rsatkichingni topshir demoqchidim. Apa dada, bu qitim sizlarni ümidsizlantirib qo'ydigan bo'ldim. Sen bizni har mavsumda ümidsizlantirsan go. Oy tangrim. 95, 95, 105, 180. Hey dada kechirgin, u emaskan. Ko'rsatkich mana, u o'qish puli qog'oz ekan. Shodi, nima tabaq yeging bor? Men aytib beray. Amsa esliroq g'aribcha tamxonasiga borsak qanday? Chataq yo'qdi. Chataq yo'q, ams telefon berib o'rin zakaz qilay. Dada, 4 yil attirdi naqsh kechiligining belchasidan birini aytsan bo'lamdi. Bo'ladi. Yagini bo'ldi. Acha, ideyangda tayyorlik bo'lsin. Seni bir hayron qoldirib yetay. O'ylab baxmagan bo'g'iytin qarg'ina. O'ylamagan bo'g'iytin. O'ylamagan. Hayron qolgansan. Acha, ta'tilda xonashinga berib sayab qilmoqchidim. Men azroq pul berasan, ha? Bermayman. Bu ko'rsatkich seni emaskan. Mening emasmikan. Uyshodi. 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 Sen Shodi, ko'rsatkichimiz almishib qolgan o'xshaydi. Bu sening ko'rsatkichingga deyman. Esimga keldi. U Shodi, u yillik imtihonda birinchi bo'lgan qiz shugo. Tag'a, undaqmi emas? Anglashimcha san'at faoliyati, tantarbiya musobaqalaridami necha qitim birinchilikda olibdikansiz. Meni maqtayman. Ta'lim kelib qoldi shu. Shu, faqat ta'lim kelib qoldi. Shodi, nimish qonundan o'rganmaysan? U aqlli ham kamtarkan. O'rganyapman. Ismim uninki bilan o'xshashqo. O sening to'hpangmi? Ey, u degan mening to'hpam. Ismingni mana men qo'ygan. Bo'ldi. Savoqdishim, boshqa ishing bo'lmasa qaytib ket. Hay, savoqdishingni uyga kirib choy ichingmi demiding? Nimadoq adabsizlik qilasan? Opa, uydagi satchilik sirtqa yoymaymi? Rost, ko'rsatkichchi, aka. Ajab ochiqni keltirdim. Qandoq gap bu? Degdek yana nima gaping bor? Abba, bolalarga tan jazosi berish qonunga xilof. Tomoq yemsam bu pulla. Bo'lmaydi. Yo'q, narsalarni musadir qilmanglar. Shodining xayolidagi ta'tili. Mening nurg'un orzularim bor. Shularning biri Havoga berib sayohat qilish. Nemish qilyapsan? Darhol o'yinishingni qil. Bundaq bo'shanlik qilsang qayta imtihon olsa qandoq berasan? Opa, atrofimga qarab baqa, kimmi opasi bilan to'la bozorga kelib o'g'inish qiladi. Sen atrofingga qarab baq. Bu yerda imtihondan o'tolmay qayta imtihon beradiganlardan kim paket? Hey, bunda qarab tursam bo'lmag'dak. Yaxshisi sana oila o'qitib taklif beray. Oila o'qitqisi, unda qilma.
keldik. Tarak yeyli. Hay, dadisi, menimcha Shodiga oila o'qituvchisi taklif qilib bersak bo'ladigan o'xshaydi. Ha, bo'ladi, qo'llayman. Oila o'qituvchisi haqni bek ko'p ola. Yo'q, sana bekor dars o'qitadigan odam bor. Kimken o? Apa, haq olmaydigan oila o'qituvchisining sevgisini chaqliqdi. Kim biladi, u mendan nachar o'qiganmi texi? Mumkin emas. O yillik imtihonda birinchi bo'lgan. Men bo'pti. Sen u Shodini davatmaydigan sen. Shundoq. Uni oila o'qituvchilikqa taklif qilsak qandoq bo'ladi? Bu mu Shodining ta'limi. Bugun ota-onalar yig'inida muallim yozliq ta'tilda natijasi yaxshi o'quvchilar, natijasi nachar o'quvchilarni yetaklaydi dedi. Bizning Shodining natijasi eng nachar ekan. Shunga natijasi eng yaxshi o'quvchiga to'g'ri kelibdi. Shundoq muqamlashmagan ish qo'bu. Bo'pti, madars ugasin emas kelar aydi ish kuchsin. Aytgan tamoqlarim o'xshabdimi? O Shodi. Qizim, sizmi bakansiz-ku, tex tamoq etibsiz-da. Qormalar og'zinglar tetadimi? Shunimi so'rash ketamdi. Xotinimdimi obdan qo'ribsiz. Yo'q, idoramizning oshxonasiga qo'rimlarni yaxshi bo'pti. Qizim, ajab sap bo'ldi. Hech qisi yo'q, dadam opamlar doim komandirovga boradi. Uyda o'zim yolg'iz tamoq etaman. Shodi, sovuqda ishingning gaplarini anglagansan? Shodi, o'rganish jadvalini tuzib qo'ydim. 8 dan 4 gacha o'rganish qilamiz. Bo'lmaydi. Men odatda kunduz uxlayman. Uxlab qolsam o'rganish qilish qo'yishmaydi. Bo'ladi. Men kech soat 8 dan sahar soat 4 gacha o'rganish qilaylik demoqchi. Kunduz menimi boshqa ishim bor. Kechda bekor bo'laman. Beşiğini getir. O'rganishingni qil. Soat texib 4 bo'lmadi. Meni uxlag'il qo'ysan-chi. Bo'lmaydi. Deyishganimiz bo'yicha sahar soat 4 gacha o'rganish qilishing kerak. Boshda planlab qo'ygan ishni xohlagancha o'zgarsak bo'lmaydi. Appa, men bo'ldi. O'g'ir kiribdi. Oshxonadagi chin qachilar yo'qdir. Hammani bu yerga tizib qo'ydim. Birinchini qochib qo'ygan yeringiz ancha pokiz emas ekan-tiq. Qozonni o'choqqa qo'yib qo'ysak, suvarak paydo bo'lib qoladi. Shunga cho'ng'idan kichkigicha hammani bu yerga tizib qo'ydim. Bundaq usti-ustilab tizib qo'ysangiz ishlatishga aplikmi? Xotirjam bo'ling, hammasiga nomer chaplab qo'ydim. Qozon 001, chimish 002, chinilar 003 dan 047 gacha, taqsilar 048 dan. Bo'ldi, beshim aylanib ketdi. Buni deyishmayli. Gastonchi, unim ishkapning ichiga selib atmagansiz. Yaqay hamma, siz burun gastonni bexatarli yerga qo'yib ekansiz. Xalqaro bexatarlik o'lchamiga asosan gaston bilan o'choqning orliqi cho'qim 1.2 metr bo'lishi kerak. Lekin oshxonamiz kichik tursa, bu tarafini o'ylashib gastonni bexatar yerga qo'yib qo'ydim. Hamma, ma'vo tekshini ko'rdingizmi? Gaston ichida. U hojatxona tursa. Amisa har kuni tomoq atganda hojatxona bilan oshxonaning orliqida yugurib-yurgudakman-da. O'g'il kichik ish-ku. Amis cho'ng ish-chu. Dadamning hojatxonada tomoq chekadigan odati bor emasmi? Dada, kiyimlarni texi yumudingmi? Chataq bo'ldi. Kira olg'u buzilib qopti. Xotirjam bo'ling, men yasab beray. Remontchilikni bilamsan? Kichik ish-ku bu. Uydagi narsalarning hammasini o'zim remont qilaman. Shodi. Ma'qul, undan o'rgansam bo'ladi-ku. Yasab bo'ldim. Bu kiralg'imi yoki boshqa narsami? Tag'a, kiralg'uning zapchastlari bek ko'nrab yetibdi. Asliga keltirishga amal bo'lmadi. Shuning bilan yerim avtomatik iqtidorini saqlab qoldim. Hech qisi yo'q. Bo'pti, kir yo'g'ili bosilib bo'ldi. Lekin nima degan jiq kunubka bu? Qanday qiltiman?
Aldı bilen birinci kurdaki 4. knopkani bassanız su içişidi. Andan 3. kurdaki 14. knopkani bassanız kirlerini yiydi. Birinchi qurdagi 4-chi knopka, 3-chi qurdagi 14-chi knopka. Eng muhimi zapchaslar buzilib ketibdi emasmi? Shuning uchun avval tok manbasini uzib etib, üstün kod ichida qayta qo'zg'ating. Shuning bilan birga 5-chi qurdagi 9-chi, 17-chi, 21-chi knopkalarni besing. Andan 2-chi qurdagi 5-chi knopkani besing. Tag'a, bilib oldingizmi? Hargiz xato besib qo'ymang. Xato besib qo'ysangiz portlab ketishi mumkin. Bo'ldi, endi kir yursanglar bo'ladi. Yaxshi bo'ldi. Endi kirimni yuvib olaychi. Yumaydi-ku, nima bo'lgandi? Yerim avtomatik holatini saqlab qoldim dedim-ku. Avtomatik qo'zg'algan bilan kirlarni qo'lingizda yuysiz. Aka, nega borsan? Sayohatga boraman. Yozliq ta'til o'tib ketsin. Nimishqa? Qara, saboqdishoning qilgan yaxshi ishini. Elektr asboblarning hammasini u o'zgartib qo'yibdi. Kirim buyumlarining markalarini yirtib etib, nomer chaplab qo'yibdi. Endi qanday topaman? Tez menglar, saboqdishing oshxonni o'raklab qo'ygan ekan, hech narsani topqilib bo'lmaydigan bo'lib ketdi. Kechiringlar, bundan keyin kirolg'oga chiqilmayman. Shavdi, nega borsan? Men sen bilan sayohatga boraman. Bo'lmaydi, uyda qilib darsingni o'rgan. Nega borsizlar? Meni tashlab qo'ymanglar. Shavdi, endi o'rganish qilaylik. Ular kimlar? Bezakchilar. Biz uy bezaymiz demagan-ku. Bilaman, lekin uyinglarning qurilmasi sening o'ynishingga ta'sir yetkazar ekan. Shunga qayta loyihalab beray deyman. Menga qaranglar. Av yana chiqinglar. Av yanimi? Av tarafni chiqib aytinglar. Bu zodi mening uyim emas.不是一个天生美人妃子，可是我并没有半点自卑。天爱口鼻都是爸妈送的礼物，所以我感觉一切都很珍贵。我美不美，答案没有绝对，要用心灵去体会。酷爱幽默，因为酷爱生活，快乐让人变得美。